O'zbekiston milliy terma jamoasidan kimlar doping tekshiruvidan o'tdi? Xabaringiz bor, OFK doping tekshiruvi o'tkazish uchun doping ofitserlarini jamoamiz istiqomat qilayotgan mehmonxonaga borgani haqidagi xabarni bergandi. Ayni kunlarda Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib turgan Nodirxo'ja Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, doping tekshiruvidan O'zbekiston milliy terma jamoasining 4 nafar futbolchisi o'tgan. Hojiakbar Alijonov, Abduraif Bo'riyev, Akmal Mazgavoy va Sherzod Nasrullayev doping tekshiruvidan o'tishgan. Abror Pirriyev doping tekshiruvi o'tkazish uchun doping ofitserlarini jamoamiz istiqomat qilayotgan mehmonxonaga tashrifi borasidagi savollarga javob berdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tibbiy qo'mita raisi hamda Lokomotiv futbol klubi bosh shifokori Abror Pirriyev doping tekshiruvi o'tkazish uchun doping ofitserlarini jamoamiz istiqomat qilayotgan mehmonxonaga borishi ortidan yuborilayotgan savollarga javob qaytardi. Jahon chempionati saralash o'yinlaridan oldin doping tekshiruv nazorati aynan FIFA tomonidan belgilanib, uni amalga oshirishgina OFK zimmasidagi vazifadir. Bunday tekshiruvlar muhim xalqaro o'yinlar avvalidan o'tkaziladigan odatiy tadbir hisoblanadi. Bunda musobaqa shaffofligi hamda futbolchilar professionalligi nazorati ustuvor qilib olingan. Bu yo'ldagi samaradorlik uchun nafaqat o'yindan keyin, balki tayyorgarlik mobaynida ham qo'qqisdan tekshiruvlar o'tkazilish tajribasi anchadan buyon ma'lum. Masalan, shaxsan o'zim FIFA va OFK doping ofitseri sifatida bundan bir necha yillar oldin tekshiruv tadbirlarida bir necha bor ishtirok etganman. Xullas, futbol arafasidagi turli mavzularga ko'p ham e'tibor bermasdan, bor hissiyotimizni maydonda futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratishimiz maqbuldir.